Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Chiroqchi mol bozoridan buqalar qatoridan videolarimizni boshladik. Bugun 16-aprel hafta kuniga chorshanba 2025-yil. Like'larni bosib qo'yinglar, kanalimga mehmon bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz. Videolarimizni boshladik. Telegram kanalimiz bor, Chora olami. Kommentariyaga biriktirib qo'yganman. O'tib olinglar do'stlar. Uydan sotilayotgan qanaqa mol bo'lsa ham qo'yib, rasmini tashlab sotishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi narx-navolarni birgalikda ko'rib ketamiz. Yo, mana shu bolani nech pul bo'ldi shu aka? 50 million deb so'radi. Necha yosh bo'ldi? 3 yosh. 50 million bahosi. Narxi chiqdimi aka? Nech pulga bermayapsiz? 39 millionga berilmayapti ekan do'stlar. Uchta katta buqa bir-biriga yaqin turgan ekan. Amallab uchalasini ko'rsatib ketamiz. Mana orqalarini ko'raylik, birinchi uchalasini ham mana. Yonidagilarini oldiga o'tib, narxini, ma'lumotlarini olamiz. Mashina unda olib kelingan biz. Ye chiqmadingiz aka. Bunisining bahosi qancha ekan? Assalomu alaykum. 50 million. Bozor nima qildi aka buni? 43 million qilib berilmabdi. Shved bu ham. Necha yosh bo'ldi bu? 3 yashar ekan. Ikkalasi bir xil ekan deyapti mana do'stlar. Xo'p, ana olani so'raymiz. Keldi. Buni bahosi qancha ekan aka? 50 million deyapti. 50 million. Necha yosh bu? Kishi 6 kishi bor bilmayman. Keling. 3 yashar. Bozor nima deyapti aka? Bozor 40 million. 40 milliongacha so'rabdi, bermabdi. Ha. Sementalmi endi bu qanaqa? Semental. Semental paroda. Savdoga baraka. Biz bu olindimi akalar? Qanchaga? 32,5. 32,5 millionga sotilibdi mana bu. Bog'lanyapti. Ertanga bormay qaytdim. Mana bu akam. Bozorga keldi. Mana bu. Nima qildi bu? Mana bu. Bozorga borgan keldi. Bu ham ol. Mana. Assalomu alaykum. Qayerdan tashlab buyurdilaringiz? Shahrsabzdan keldi. Kanalini chiqamiz. Chora olamidan gap yo'q. Kanalini chiqamiz deb keldik. Rahmat. Rahmat. Kanalimizdan chiqasiz, xudo xohlasa. Mana bu anam. 30 millionga ho'kiz sotdi mana baba. Mana eyli. Qaysi qani ho'kiz? Yo'qqa baylab keldi. Ketdi. Ha. Bu qarang, necha sotdingiz ho'kizni? Ha bu. Shoshib qoldik. Ye, ehtiyot bo'lasiz. Bor baraka. Baraka topdi. O'sha bu hali uyga olyapman. Yine Qanchaga? ikkovi savdo qilyapti. 62,5 million bor baraka. 62,5 millionga ikkitasi do'stlar. Hozir ikkinchisini ham ko'rsataman. Birinchisini mana shuni orqasidan ko'rib olaylik. Bunga hozir obzor qilamiz aka. Mana bu yerda uch xavfli ekanda orqasiga ehtiyot bo'lasiz. Mana ikkinchisi. Ikkalasiga baho aytilishi qancha ekan aka? 65 ekan o'zi aytilishi do'stlar. Ikkinchisi ham bir-biriga yaqin holat. Olon ovozlarni ko'ramiz. Assalomu alaykum. Nech pul ekan bahosi? 45 million deyapmiz. 45 million. Necha yosh bo'ldi bu? 2 yosh. 2,5 yosh. 1,5. 1,5 mi? Yo'q, katta ekan holatini. Paroda. O'zimiz ham olganmiz, katta qilib sotyapmiz endi. Paroda nima?
Yangi olishdi endi. Sigirlar endi sut yo'nalishida ular adashmasam. Bozor necha so'radi aka buni? Eng maksimum chiqqani 35. Mo'ljalingiz qo'ysa ketadi-da 35 ga. Bu hali uncha semirtirilmabdi. O'zini holatiga katta bo'lib qo'ygan. Fermada yurib. Xo'p, xavfli zona bu orqamizda. Qaytalar. Chorva olaman aka. Bunisini bahosi qancha ekan uka? Yaxshi. 60, 40, 45. Qanchaga chiqdi bahosi? 80 million deyapti. 80 millionga? 40 milliondan bermayapsizlar, ha? Ikkalasi. Semiribdi. Bu shvedmi deyman bu? Shved. Buni o'zini alohida so'ramadim bozor? Yo'q. Ikkalasini 80 million qilibdi. Xo'p. O'tsak, ishimiz qilmaydi? Tashab qoladigan odati bo'lmasa bo'ladi. Orqasidan ko'raylik. $40 milliondan ikkalasi ham berilmayapti 80 millionga. Bu nechi pul ekan? Assalomu alaykum. 35 million aytilishi. Bozor nima dedi aka? 31. 30-31 berilmayapti. 1 yoki 2 yoshlarmi deymanda? 1,5 yosh, 2 yosh atrofida, 1,5 yosh. Hozir qiziqadigan vaqt ekanda aka buni. Shuncha mahkam ishlab turasiz aka. Savdoga baraka aka. Mana. Yosh navosda shunaqa bo'ladi. Bu bahosi qancha ekan akalar? Assalomu alaykum. Narx aytdimi? 45 million. Nech pulga bermayapsiz? 35 million qilibdi, berilmayapti ekan. Boqilgan. Boquvdan chiqqan. Novos. Bitta qora kal bor ekanda, Angusmi endi oldiga borib olsak, amallab ko'rsatamiz. Mana shu tomon xavfsizroq o'xshayapti. Ya xavfli ekan. Bu bahosi nechi pul ekan aka? Assalomu alaykum. 30 deyapti. 30 million. Nechi pul so'rayapti bozor aka? 27, 26,5. 27 milliongacha so'rabdi, 26,5, 27 gacha. Buni boqishga tashlash kerak ekan lekin. Suyakli buqi. 20 ta bu yana Sherali Palvon Nisafuzdan deng. Yo'q-a? Bunday demang ekan aka. Sherali Palvon. Bu nima edi bu? YouTube'ga chorva olaman. Mana ho'kiz purishdan, ho'kiz purish mana yaxshi o'kirmayapti. Ho'kiz purish? Gap. Sotyapsizmi yo olyapsizmi? Sotyapti. Nech pul ekan? 45 deyapti. 45 million bahosi. Nech pulga bermayapsiz? 35. Bu jaydari bu? To'g'ri. Paroda. Jaydar. 35 ga qo'shsa ketadi endi. Mo'ljalingiz bormi? So'rasa beramiz.
qo'shib so'rasa beriladi, mana ketib qolibdi o'zi. Mo'ljali ham hammasi. Yelboy ketdi. Ha, keldik boyagi qorani oldiga. Kal. Bu ham buqa ekanligi bak. Olyapti. Ha, amaliyot. Kameraga sig'mayapti. Kattaligi. Endi Zorodan boraylik. Assalomu alaykum. Bor aka. Chorva olam aka. Ha, YouTube, Instagram hammasi. Telegram hammasi. Sardir qilardi. Bu qancha baho beryapsiz aka? 70 million baho beradi. 70 million Angusmi yo Angus emas, Jaydarisi. Jaydarisiga? O'xshab ketar ekan kalligiga, qoraligiga. Kalligiga kuydirganmiz hozirda. Kuydirgansiz. Bozor qancha baho berdi aka? Savdo bo'lyapti 53 million so'm. 53 million so'm savdo bo'lib turibdi ekan mana do'stlar. Mo'ljalingiz bormi aka? 60 million bo'lsa berilar ekan. Sotamiz. Qayerda manzil? Manzil Chiroqchi tumani Parsiz. Chiroqchi tumani Parsiz. 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 Nomeringizni ayting aka. 90lik 810 810 97 97. 97 97. Taroziga minuramiz, kiloga minuramiz. Taroziga qanchadan? Kelishamiz-da. Ayting. Telefon qilsin. Aytilishi 60. 60 mingdan taroziga. Yana kelishiladi do'stlar. Izi bor ekan bunaqalardan ko'p ekan. Ayyosamız aka Jaydarisi edi vallahi aka Jaydar.